Özümüzün bik köp programmalarımız bik köp reспубликада. Bu indi Турак boyunca Leysen Ilşatovna bizning jitekçimiz şuşa ishni olib bora. Sizning bilan ko'p yillar o'sha programmalarni jiyib, qozonga to'plab, iltib bera. Allohga shukr, bugun biz endi 5 oilaga shunday sertifikatlar bo'lak etamiz. Respublikamızda mümkünlükleri şekillengen kişilerinin dekadası start oldu. Şu taraftan biz özümüzün rayonda şu kişilerge qarata özümüzün yardımını ko'rsatirga tirishdik. Ham şu taraftan şu 2-3 oy davomida şu ishni boshqardik. Biz endi bugun mana yig'ilishdik. Şu mümkünlükleri şekillengen kişilerge turak şartlarını yaxşırtу için subsidiyalar öleştik. Hem indi kvartiralar buldular olar. Biz indi bu Oznakay rayonu boyunca bu programmalar bizning ishlab kele Respublika tarafından. Rayon boyunca bizning alındı 15 aile. Bugungi kunda endi mana bugungi bayramda biz shunday 5 oilani chaqirib ularni tabrikladik. Исполнительный нәрсе aytsang, сразу gina ishlab kina ketirib kina turalar bütün dokumentlarim. Bu ish endi bizning birga ular bilan ishlagan ish. Ham natijasi bo'lganda biz bek shot kvartiralarni, shu shoqchalarni olu bilan gina tege rahat deb aytmagiz endi. Olgan kvartiragizning barakatin, quvonishim ko'rga yetsin. Xudoy sizga oldan kunda bek ko'p yillar tog'anda bo'lak etsin, salomatlikda, tuvanlarimiz bilan, bolalarimiz bilan shu kvartiralarda yashab quvonishim ko'rga nasib etsin sizga. Tagirovna, ko'p bolali oila, biz ulimiz invalidnosda, shulay o'zimizning boshliqlarimiz yordamida fatirli bo'ldik. Allohga shukr, bek zo'r fatirda shunday erkin общежитиеда turgan edik. Hozir endi bolalarimizning har birisining uy bo'lmasi bor. Ulimiz домашний обучениеда, aning o'zining o'quv bo'lmasi bor. Borsa uchun da bek zo'r rahmatlibiz. Qachon обращаться etsak, administratsiyada har vaqt yo'qdi shiray bilan gul kutib turgan kibik. Borsa uchun da rahmat. Shaharimizni shulay motorlab kishilarga yashash